Alo. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yaxshimisan singlim? Sahardan jiyaningizni yoningizga yuborayotgandim. Bekor yurmasin, hunar o'rgansin deb. Как раз bizga bir kishi kerak. Tog'ajon, men sizga yordam bergani keldim. Nariyoqqa qarab turishdan kerak? Halinda jiyanimman. Yaxshi keldingmi o'zing? Ha, tog'a beklarni mancha-chan. Endi ishxona, changxonada jiyanchi. Usta bu kim bu? Bu tekin qulchada bu. Uni ko'ngilchasiga ozor bermasdan ishlatish kerak. Tez yelib qo'nusu, ha? Azamat bulla yetadi. Shoshmaydi, yana bir ikkita qo'yaylik. Azamat, jigarchani ko'p charchatma. Usta bu yonnoman, hech qaysi shogird o'lgan yo'qki, bu ham o'lmaydi. Charchamasin deyman. Uyga borib hali mollaga qarash kerak. Usta bu optoroz qol kasbida etdek o'lchamizmi eshik tiziladi? Nimaga? Qulcha bu-ku. Mittibek, mana o'g'limiki. Azamat, hozir nima qilyapsan sen hozir? Yig'ishtirolman-ku. Hozir oyog'ingga mexcha keladi, keyin ishga chiqa olmaysan, zakasini shunday qolib ketadi. Ha, tozalamaymi bo'lmasa? Nimaga tozalamaysan? Palakat usti degan nomni olmaymiz keyin, ne? Ana jiyan. Qulchami? Voy jiyan. Azamat, sal erkalatib ishlagin, nagli qulchaligini bildirib qo'yma. O'tib tashalaring, hayvonlar. Tog'a, men ketdim. Bor ko'zimga ko'rinma, ketaver. Uni deman usta bu, keyin kelishi bu, yaxshi ishlaydi-ku. Menga qara Azamat, hech qaysi ustani jiyani tog'asining oldiga 2-yil qaytib kelmaydi mana bu ishdan keyin.